insonlarning istagiga bog'liq o'zgarishi, menga emas. Hamma ham she'r yoza oladi aslida. Hammani ham hayotga aytadigan gapi bor, lekin shoirlar taq to'g'ri ayta olgani uchun hamma ham qo'shiq aytishi mumkin, lekin nima uchun qo'shiqchi? Chunki ritmga solib ayta olgani uchun, uni professionalligi shu. Xuddi shunday meni ham aytayotgan gaplarim bu qo'shiqchini, shoirni, bastakorni ijodi singari men shunchaki o'z ichimni to'g'ri ritmga, to'g'ri ifodaga qo'ya olsam, bu meni vazifam shu. Men uni yedirib, ichirib qo'yish meni vazifam emas, u uni istagiga bog'liq. Lekin qo'shiqchi o'sha qo'shiqni aytganida dardini chiqarib to'g'ri yetkazib bera olganida o'zi bilmaydigan holda chekka insonlarga ham shifo bo'la oladi.